rangsiz uzumlarimizdan quyoshda tillarang sariq bo'ladi. Kuchlik muskat ta'mlik, muskat ta'mi sitrus mevalarida ta'mi keladigan tsimus kishmishimiz. Bu ham pishdi. Bu hozir hovlini ichidagi, tashqarisidagi bundan ham tezroq pishgan. Shakarini kecha yeb ko'rdim. Buni ham bir ko'rishimiz mumkin. Endi hozir sizlar uchun. Bismillah. Bu ikkita shingilchada hali nordonlik bor ekan, lekin tashqarida ko'chada edi. Nordonlik ketib, shakar bilinib turibdi. Hali yana shakar to'playdi. Mana shu tsimusimiz deyarlik hozir Kataloniya bilan bir xil davrda pishgan bo'lib, yetilgan bo'lib hisoblanyapti. Bu yilgi holat shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.